Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Din ve Hayat namlı sohbet programımızın nöbetdeki sanıda bu tabi afetlerinin bir sınak dişki bolamdı degen temini toxtalımız. Programımızın bugünkü ez mehmeni Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği azası Ustaz Muhammed Yusuf Karacım boludu. Muhammed Yusuf Karacım programımıza hoş geldin. Rahmet, Allah razı olsun. Alayda kıymetli vakitlerini çıkarıp kelgelik için rahmetimizni bildirimiz. Ben rahmet etmem. Hazır biz Türkiye'de ait bir ciddi bir vaziyet yaşavatımız. Bunun okşagan işler dünyanın hak aşağılarda yüz verip turdu. Oşunda bir tabi afetler bizge nimedin signal berodu degenden başlap ketken bolsak, kana merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Aldı bilen şu yer tevreşine ibaret tabi afette hayatından ayrılgan qarindaşlarımızga Allah Taala'dan rahmet ve mağfiret tileyimiz. Yaradar bolgan qarindaşlarga aciz şifalık ve öysüz qalgan, sırtı qalgan qarindaşlarga Allah Taala'dan oңайлык tileyimiz. Bu her kadar bir Müslümanın ki bir Müslümanға qarata qilishqa tegishlik eng aqalli mecburiyeti hamda. Endi bu birinciden bu yatavrash qatorliq su afati deymiz, yatavrash deymiz, hamda mushunda tabiiy ofatlar Allah Taala'nınki kudretini ve birlikini köstüğün delillerden biri deyimizde Allah muşu ziminni yarattı, asmanını igiz, yerini pes kılıp buyda yarattı. Allah Teala halıgan vaxtda buyda asını üstün kılıp atıdığanlığı qadir işkellik. Yani biri bu kıyametini əslitidiğen bir mənzirde hem de. Kıyamet doğrusunda mesela ayet sürvayını İzâ zulziletil ardu zilzâleha ve ahrecetil ardu ethqâleha ve qâlel insânu mâleha yevme izin tuhaddisu akhbâraha deyid mesela. Yer qattiq təvirgen çağda, zimin üzünün içindeki yükünü çıkargan çağda, yani ülüklerini onu çıkargan çağda, insan nim boldu bu ahvalda qalgan çağda, hemmi iş şu çağda uçuqı çıkıdı, hemmi haber bitdi mesela. Bu kıyamet hemdi. Şu kıyametninki mənziresiga o'xshash bir mənzira hemdi bu. Tevriniş. Bir tevriniş. Yani biri aynı vakitte kıyametnin alametlerinden, yakın qalganlıqның alametlerinden bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet qilgan bir hadisde, İmam Buxari rivayet qilgan sahih hadisde kıyametnin alametlerinden bu şu yatavraşning jiq bo'ldiganligini sanagan. Hatta kıyametinin az qalganligiga işaret ekanligini bildirgan hamda. Buningdan hamda bu Allah Taala'nınki her bir Müslümanlarga avatgan bir agahlandirishi bo'lishi mumkin. Onunkin her bir Müslüman için bir sınaq bo'lishi mumkincha bu. Endi bir Müslüman qarindoshlarımızning beshig'i muyda ish kelibdi. Agar bizning beshimizga kelgan bo'lsa qanday bo'ladi masalan? Endi shu qarindoshlarningki beshig'i shunda kun kelibdi. Biz ashunga endi Müslüman mu'min degan bir binoga o'xshashqo, uningki bir jasadga o'xshash mesela bir a'zosi ağrısı başka a'zolarmi shuningdan ismi deb azaplangan o'xshash. Bizning hammamizning ko'ngli shunday azaplanishga tegishlik, shunday ashulaning musibatini tang ashular bilan birga kötürüşke tegishlik hamda. Buni her bir Müslüman için bir sınaq deyishimiz mumkin. Onundan keyin bizningki tövbe qilishimizga, Allah Taala qaytishimizga ve bizningki to'g'ri yo'lda bo'lishimizga, istiqomatda ching turishimizga berilgan bir ishorat bo'lishi mumkin hamda. Mesela galiba bazı 2-3 yıl bo'lgan her işli binalarni ko'rsatdi. Şu binalar, yangi binalar, mesela yavla yeksan bo'ldi. Yani biz özümüzdenki bu dünyada ekenimizden mağrurlanmasımız lazımken Allah'ın saat kelgan vaqtida kichiknam tevrinishga bardosh qilib bermaydi ekanmiz. Bu bir bizga cho'ng dars. Hatta bu yer tevrishning sabablari qadar xil ko'z qarashlar bor, hatta ba'zilar xurofiylashtırib uni har xil narsaga bog'laganlarmi bor. Lekin bu hamda Allohning hikmeti, Allohning qudratini namoyon qilgan bir kuch. Yani biz bütün dünya insanlarga bir ders, bizningki g'aflatni uyg'onishimiz uchun bir signal desek to'g'ri bo'ladi. Elbette mesela dünyada nurgun balayı afetlerinin, nurgun krizislarınki insanlar pen tekniki bilen, iktisat bilen aldığını alalı için ama muşunda tabii afetlerinki bilim, pen tekniki bunun aldığı ötelmegenliki, Allah Taala'nın çeksiz kudreti, Allah'ın hemmege kadir işgelliği, bir anda zeminde tüp-tüz kılvetişki kadir işgelliğininki bir delillerden biri de. Yani bu pen tekniki bunun aldığı ötelmegenliki hazır. Japonya'daki en terakki kılgan devlet mi? Muşunda yer tevreşini aldığını alamaydı.
olmaydı. Ama onun çağrı tedbirlerini körəglik məsələn, öylərini aşınığı çidaydıgan qılıb seliş degenge oxşaş müda işini qılığılıq, təbii afətinin aldığını heç kim alamaydı. Çünki Allah Taala hər zaman özünün qudretini bəndələrə əslitib durdu, köstüb durdu. Həddindən aşmağan, mən məyədə seni küzütüb atmaya qılğan işlərini dəbdə. Allah razı olsun, hakikaten bir yaxşı oçuqlam oldu. Bu mühimdə təbii afətdə hüzür bəgəndə biz Müslüman buluş sübtümüz bilen bizge neme mesuliyetler atıldı, biz neme qilishimiz kerak? Bu so'rovga javob bergan Endi bo'lsanglar. mushundaq vaqtda Müslüman qarindoshlarımızın yenidi bo'lish. Endi kuch-quvvatimiz bo'lsa, vaqtimiz buldaqanda adamning vaqti bo'ldi. Aşağı berib odam kuchiga ehtiyojliqga masalan nurg'un qarindoshlarimiz ketdi, shu qarindoshlarımızga shunda tashabbuskorlikni bildirdik masalan. Qarindoshlarimiz ketib naq maydonga berib aşağıda yardım ishlarini qildi. Uningdagi bu yardarlarga qon iyoni qilish ishlari boshlandiq masalan, qon berish, uningdan keyin kiyim-kechak, yemek, içmek, doğru dermek, pul degenge o'xshash qo'limizdan kelgan yordamlarni qilishga tegishlik eng shu zarur bo'lgan bir vaqt. Chunki boshqa vaqtlarda yordam qilgandan, shunda boshqa kun kelganda jiddiy vaqtda yordam qilgandan keyin albatta Alloh taoloninki dargohida qimmati yuqori bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunda ahvollarni bayan qilib, bir Müslüman qarindishimning hojatini ravo qilish uchun mang'inim mushu masjidimda deydi, Madina Munavvaradagi Masjid Nabaviy deydi. Musu masjidda bir ay itikat qilganimdan ortiq deydi. Uningdan boshqa yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir sahih hadisda har qanday kimki bir Müslüman qarindoshining hojatini ravo qilib bersa, qiyinchilikni chiqarib qo'ysa, qiyomat kuni Alloh taolo qiyomatning qiyinchilikni uni chiqarib deydi. Masalan, bu to'g'rida kelgan oyat, hadislar intayin ko'p, hamda uni takrorlashning hojati yo'q. Masalan, bu shunday vaqtda Müslüman qarindoshlarimizning yanında bo'lib, ashlarga yordam qilish, hech qanday ish qilmagan odam qo'lni ko'tarib Alloh taologa duo qilib, shu alamdan o'tganlarga, mushu vaqada vafot bo'lganlarga Allohning rahim shafqat qilishini, shuning gunohlarini mag'firat qilishini, darajasini yuqori qilishini, hayot qolganlarniki yordamlarga adil shifolik berishini va bunda qiyinchilikda qolganlarning qiyinchiligini nima qilish uchun Allohning yordam qilishini duo qilish bilan birga qo'limizdan kelgancha nima keladi masalan, pul moldan kelamdi, kuch-quvvatdan kelamdi, hech bo'lmasa qon beralaydi-da, qon hamda kambag'alma beraleydi hamda buni. Mushundaq ishlarda jim turmaslik kerak hamda shu vaqt bu sinoq deganimiz masalan bizga bir sinoq Alloh taoloning qani sen mushundaq mushu musulmon qarindoshning yendi bo'la olamsan. Masalan bir masjidda tursak, masjidda imom namozni boshlashdan buni muranglarga tirab yaqin turinglar deydi. Biz mushunda yaqin turishdagi bu shakldagi bir yaqin turish. Qalbimizda amaliyotda shu qalbimizdan mushunda yaqinmi? Qiyinchiligimizni birga ko'taradigan, dardlarimizni birga tatadigan mushunda yaqin Mushunda namozni ko'ranganga o'xshash bunda amaliyotda, hayotda ashuna bo'la olsak, Alloh taolo istagandek bo'lamiz hamdicha. Ish qilib qo'limizdan kelgan yordamni qilish kerak hamdi. Haqiqatan yuqorida so'zlagan payg'ambar sollallohu alayhi hadisi bu yer tevrashning ko'p bo'lishi, keyin yuz berib turishi qiyomatning alomatlaridan degan hadis haqiqatan zaten bir qancha hafta burun bu İstanbul'da tevreş oldu. İlla emniyet binalı örülüp edemili şart emas. Yani signal etrafımızda şenlenip duruyordu. Bunda vakitte bulup bunda bir maddi ve manevi nurgun çıkımlı koşuran vakitte elbette kolumuzdan giriş yardımda buluş. Zaten bununla teşebbüs kıldığın orulla nemelen ilerlerini çıkarıyordu. Bulup şöyle berip nak meydanı kutkuzuş yardımlaşış. Şuna şey kan beriş, hem asalık doğdurup her rayonda kan takdim kıldığını bilene təsis qıldı. Şununla birge bir iqtisadi cihetten yardım beriş için bazı bank hesapları yardım cemiyetleri onu ilan kılıvatıdı. Bunun münasebeti bilen halkımızga bir Muşu hiç bulmaganda, şu kan beriş bilen iqtisadi yardım berişke bo'lgan bir chaqiriqlarini yani bir ta'kidlagan bo'lsalar. Albatta bu shunda hamda Muda fursat parastlami chiqib qilishi mumkin. Bunday yordam to'plash nimada. Shuni biz tigi-takni surishti qilib, masalan, bu qayakan, qaysi jamiyat, qaysi qurum hamda deb shuni aniqlab, andin pul yotqizmoqchi bo'lsaqmi, ayda qilishimiz kerak. Hamda insonning ichida shunday rezil insonlar borki, tunigan televizorda ko'rsatdi, aşağıda ichida ayda qilib qolgan bir odamga, uning mazaq qilib, uni telefon qilib, chaqchaq qilib ayda qilayotganlar bor ekan-da.
Televizorda ko'rsatib hamma odamning g'azabini shunda keldi. Bu shunda bir insonlar İstanbulda 99-yili ayda bo'lgan chog'dama ve insonlar jonvili qolsa, aşında o'g'irlik bilan nima qilgan insonlar bo'lganda, endi bu shunda hisob bank hisobi avatishmi nima demi biz tekshirib, bu qaysi qurum bu, kimlar deb shuni aniqlab avatsak yaxshi bo'ldi endi boshqa bir yerga ketib qolmaslik uchun. Ammo cho'qim qilish kerakda, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin. Endi bu yerdagi muhim bo'lgan narsa himmat. Endi biz o 2-4 tal binasimiz bilan uni cho'ng ish qilib bermaymiz, lekin cho'ng ishni az tama ko'ltiladigan bilan az narsa bilan cho'ng ishlar bo'lib qoldi masalan. Haliqi İbrahim alayhisalomni o'tqa tashlaganda shuni uchagil kelganda qalg'ashninki sut ushidim deganga o'xshash masalan. O qalg'ashning bir tamchi suvi bilan o't o'chab qolmaydi. Lekin shu himmat endi biz ham da shu yaxshi yordam qilgan yaxshi kishilarning qatoridan bilib bo'lishimiz uchun az to'la bo'lsin bizningki bir himmatimiz bo'lib qolsa, Allohning rahmatiga erishishimiz uchun bir vasila bo'lib qolishi mumkin endi o'sha ish uchun. Birisi so'zlaganimizdan ko'rdim men. Bu nimada binolarlar tushmadi, hatto insoniyatning tushib ketganligini ko'rdim deb, malaqa ba'zi tijorat o'rinlari yardım buyumlarını ediyalı ve kızan aslan bağısına hassilip östürü ağırlıqını dedi. Yani bu bir sınak ki. Bazı adamlar jığlap. Bütün özdünki demeli öyle şu yardım kısım da vardı. Bazı da fırsat perestlik kılı vardı. Yani bizge Müslüman buluş süptümüz bilen biz hem kolumuzdan kilişçi aşında işencilik yala arıqılık. Hatta aşolununki yardım cemiyetlerininki işencilik yardım cemiyetleri var. Aşolunun özünün bir tutaş demişim ilan kıldı şoluğa. Hiç olmasa 5 liradan hediye qila alasızmı? Sadaqat bir nimalarına yardımını qilsam. Nurg'ulgan yardım kilodan xalq hozir. Onun üstüge laqa bu afet havanın en soğuk bo'lgan vaqtiga bir udlik yapıp qaldı. Sırt qağallarning nimalardan ko'rinishlarini zaten yo'llayapti dedim, sirlib ketdi endi. Allah razı bu olsun. Bu sınav deganiga resmi sınav. Her qanday adamga bir sınavda mushu sınavdan nurg'un adam nafsining oqisiga kirib ketib, bu sınavdan o'tolmaydi. Rezil ishlarga kirib, shundan foydalanish kuyuga kiritgan rezillar bo'ladi hamda. Endi nurg'un insonlar mushu sınaq orqali Alloh taolaning nazarida, Alloh taolaning oldida katta bir ishni qilib ola oladi. Mushu fursatni, balki bizga berilgan fursat va bir sınaq hamda. Hikmetini Alloh o'zi biladi hamda bu ishninki. Biz uning hikmetini so'ralmaymiz, lekin bizga tushgani, bizga kelgan bir sınaq bu. Mushu sınaqni o'tishimiz uchun Müslüman qarindoshlarımızdan yanında buluş arqılıq, histoshlik bildirish arqılıq, gunohlarimizga tövbe qilib, ayda qilish arqılıq Allah Taala'nınki bu sınaqni o'tishga tirishimiz deymiz hamda. Mushu munosabat bilan yana biz har bir musulmon mushuni ko'rgandan cho'qim bu o'limning bir kun baliqini hammadan biladi, lekin qachon keldi hamda uzoq sanayotgan ish bor-da. Bu qiyomatning yaqinlashib qolganining bir alomati bo'lgandan bu Allah saqlasin yani ish qilib başka bo'lmasin inşallah. Bunda iş bo'lmasin, bunda jabani musulmonlar tatmasin. Endi mushuningda mushu ahvolni ko'rgandan birinchidan bizning qilgan ishimiz Alloh taolaga tövbe qilish, gunohlarimizga Alloh taoladan kechirim so'rash, bekimga berishlarimiz bo'lsa berish, haqlar bo'lsa ado qilish, bekimni norozi qilib qo'yib ranjitib qo'ygan bo'lsak rozilik so'rash. Demak, biz shu bir kepenni kishga tayyor bo'lganda bir tayyorlikda turish eng yaxshi bizga har vaqt bunda turish eng yaxshi. Endi bu o'lim qachon keldi uni bilmaymiz hamda. Shunga har qanday musulmonlarga bir ogohlantirish, bir uyqudan, g'aflatdan bir uyg'otish bo'lishi mumkin bunda ishlar. Hatta bazı bütün cemaat şekilde istig'for o'qishga buyurgan ahlimlar chiqdi nimada. Nayt yaxshi ayna fursat hamda istig'for o'qib anda qilsak Alloh taolo rizqimizni mo'l qildi, qiyinchilikni qutqizdi masalan. An-Nuh surasida deydi ayna shuni. Shu istig'for o'qishning foydasi to'g'risida ayna. Rahmat, Allah razı olsun. Hürmetli ko'rganlar, vaqt munosabati bilan programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib ko'rganlarga ko'p rahmat. Keyingi bölümlerde qayta uchrash umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.